ko'pchilik menga qo'ng'iroq qilib, hozirgi paytda yengilroqlar yo'qmi? 40 kilo, 45 kilolilar so'rashyapti-da. Qirg'izistonda katta-katta podalarda shunaqa to'g'rilashadiki, qish sovuq bo'lgani uchun. Qo'zilar aprel oxiri, may, iyun, iyulga ham ozgina o'tib ketadi. Va ularni yaylovlarda ona qo'ylari bilan birga boqib, sutga to'ygandan keyin shu iyul oxiri, avgust, sentyabr oylarida sotish boshlashadi. Qo'zi sezon o'sha paytda bo'ladi-da. Bu degani mana biza hozir Qirg'izistonda o'tgan yili bahor oxiri, yozda tug'ilgan qo'zilarni hozir sotyapmiz-da. Bir xillari hali tish buzmagan, bir xillari endi buzish arafasida. Endi ularning vazni boqilishiga qarab 70, 75, 80, 90, 100 kilo ham bo'ladi-da. Endi O'zbekistonda bo'lsa, noyabrda boshlanadi qo'zilar tug'ilishi, asosan dekabr, yanvar va fevralga ozgina o'tadi. Ana o'sha qo'zilar, tug'ilgan qo'zilar, O'zbekistonda tug'ilgan qo'zilar. Mana hozir xudo xolisa qo'zi sezon. Qirg'izistonda bo'lsa, xudo xolisa qo'zi sezon avgust, sentyabr oylarida bo'ladi. Shuni unutmanglar, shuni hisobga olinglar.